Tangri To'g'ri qatorliq Xitoy taratqullari atalmış Uyg'ur Avtonom rayonluq partiya komitetining sekretari Ma Xingruyning 20-iyun kuni madaniyat, san'at, arxeologiya o'rinlarida tekshirish elib borganda Xinjiangni madaniyat orqali oziqlantirish qurilishini cho'nqur yo'lga qo'yishni ta'kidlaganligini xabar qildi. U mundaq degan: Xinjiangni madaniyat jihati oziqlantirish qurilishini amaliy joyida amaliyleştirishni puxta olg'a siljitish kerak. Madaniyat ishlarini qo'llash salmoqini zo'raytib, Junxo madaniyatining aloydiligi va Junxo millatining ko'rish sezimi obraziga ega bir turkum nuqtaliq turlarni planli qurib chiqish kerak. Junxo millati o'rtaq gavdasi engini mustahkamlash xizmatini amaliy, jonliq, unumlik yaxshi ishlab, har qaysi millatlarning o'rtaq madaniy makonini barpo qilishga turtki bo'lib, yangi davrdagi Xitoycha sotsialistik Xinjiang qurib chiqishni qudratli ma'naviy madaniyat kuchi bilan ta'minlash kerak. Xitoy davlat raisi Xi Jinping Braziliya, Rossiya, Hindiston, Xitoy va Janubiy Afrikadan tarkib topgan kesak oltin davlatlari boshliqlar yig'inida G'arbning Rossiyaga qaratgan jazo siyosatini tanqid qildi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin bo'lsa, boshliqlar yig'inda so'z qilib, G'arbni aybladi va yig'inga qatnashgan davlatlarni G'arbning shaxsiyatchilik harakatiga qarshi hamkorlashishga chaqirdi. İsrail Tashqi ishlar ministri Yair Lapid Tünügün Ankara'da Türkiye Tashqi ishlar ministri Mavlud Çavuşoğlu bilan ko'rishdi. İki taraflik uchrashishdan keyin o'tkazilgan birlashma muxbirlarni kutib olish yig'inida Çavuşoğlu ikki davlatning istixborot va bexatarlik sohasidagi uchrashishlarni davomli o'rtoqlashadiganligini aytdi. Lapidning Isroilning ichki siyosatidagi krizis mazgilida Ankara ziyoratini kechiktirmaganligiga rahmat aytgan Çavuşoğlu diplomatik munosabatni bosh elchilik darajasiga ko'tarish uchunmi kuch chiqarganligini aytdi. Toyota avtomobil shirkati Shanxaydagi yuqum ahvoldan kelib chiqqan zapchastlarni ta'minlashning uzilib qolish sababidan ishlab chiqarishni to'xtatish muddatini uzartdi. Yevropa ittifoqi davlatlarining rahbarlari Ukraina va Moldovaga kandidat davlat salohiyatini berishni qaror qildi. Bu qaror Yevropa ittifoqi rahbarlarining Bruseldagi boshliqlar yig'inida e'lon qilindi. Arab Birlashma Xalifaligi Osiyo shirkatining bayonotiga qaraganda, Dubaydan uchgan Arab Birlashma Xalifaligi yo'lovchilar aeroplani Isroil poytaxti Tel Avivdagi Ben Gurion aerodromiga qo'ngan. İsroil bilan Arab Birlashma Xalifaligi 2020-yil 15-sentabr Oqsaroyda o'tkazilgan marosimda munosabatni normallashtirish to'g'risida kelishim imzolagan edi. Xi Jinping vazifaga o'tirgandan buyon chet elga chiqib siyosiy panohlik tilaganlarning soni tarixdagi eng yuqori chekkaga yetgan. Birlashgan Davlatlar Tashkiloti Musofirlar komiteti e'lon qilgan eng yangi sonliq ma'lumotlarga asoslanganda, bulturning oxirgacha dunyodagi urush, zo'ravonlik, kishilik huquqqa ziyonkashlik qilish sababidan musofirga aylanganlarning soni 89 million 300 mingga yetgan. Kishining diqqatini qo'zg'aydigan yeri shuki, urushning zarbasiga uchirmagan va holliq saviyaga kirdi deb qaragan Xitoyda Xi Jinpingning rais bo'lgan mazgilida Xitoydan qochib chiqib, siyosiy panohlik tilaguvchilarning soni yildan yilga ko'paygan. Xi Jinping 2012-yili rais bo'lgandan boshlab har yili taxminan 12 ming Xitoy fuqarosi chet eldan panohlik tilagan.